Assalomu alaykum aziz do'stlar. O'tgan videoda qanday qilib silik bilan yurak yasaganimni so'ragan edingiz. Hozir buni ko'rsataman. Lekin videoni boshlashdan oldin ana shu videoning o'zida menga 100 ta obunchi qo'shildi. Salkam 13 ming prosmotr va 500 ta laykka erishdim shu 3 kunning ichida. Bunday natijaga erishganim uchun sizdan juda xursandman. Mana endi videoni boshlasak bo'ladi. Xo'sh, Minecraftga kirgandan keyin birinchi bo'lib Sazat Nomirga kirib yangi dunyo yasashimiz kerak. Mir nastroykasini tvorchескiga o'zgartirib, doполнительныйga kiramiz. Bu joyda esa plaskovoy mirni yoqamiz. Plaskovoy mir degani bu tekis dunyo degani. Yana eng asosiysi chitiga kirib, chitni yoqamiz. Yana chit nastroykasini o'zingiz xohlaganingizdek qilishingiz mumkin. Yana slotlar otilganida chiroyli ko'rinishi uchun biron bir shaderni qo'yishingizni tavsiya qilaman. O'zim ham shader ishlataman ba'zi paytlari. Ana endi Sazdatni bosib merga kiramiz. Biroz kutamiz kirishi uchun. Ana kirdi. Mana ko'rishingiz mumkin tep-tekis dunyo. Bu yoqdan endi mana shu og'zi katta razdatchiklarni yurakka o'xshab joylashtirishimiz kerak yerning ichiga. Albatta aynan yurak emas, xohlagan narsangizni ham yasashingiz mumkin. Bu o'z didingizga bog'liq. Yurak yasashda eng muhimi chap tomondan nimani qo'ygan bo'lsangiz, shuning aksini o'ng tomonga qo'yishingiz kerak. Bo'lmasa qiyshiq bo'lib ketadi. Agar mana shu razdatchiklarni bir blokka kovlab ichiga qo'ysangiz, kelajakda redstone o'tkazish oson ketadi. Mana oxirgi blok va ko'ramiz endi yurakka o'xsharmikan yo yo'q. Menimcha yurakka o'xshadi. Endi o'zingizning fikringizni kommentariyaga yozing. Yurakka o'xshadi yo yo'q. Endi eng qiyin joyga keldik. Buning har bittasining ichiga shu raketachalarni joylashtirish. Bu juda ham ko'p vaqtni oladi. Shuning uchun men sizga qisqartirib ko'rsataman. Mana oxirgisini ham qo'ydim. Bir nechtasi ortib qoldi. Hech qisi yo'q. Endi bunga redstone o'tkazish kerak. Bu mexanizmning barcha qismiga redstone signali o'tishi kerak. Bo'lmasa u ishlamaydi. Inventarga kirib redstone, ya'ni qizil toshni olib, ularning har bittasining ustiga o'tirgan holda redstone qo'yishingiz shart. Chunki hozirgina o'zingiz ko'rdingiz, turgan holda razdatchikning ichiga kirasiz. O'tirgan holda esa uning ustiga redstone o'tkazasiz. Mana redstone ba'zi joyga signali o'tmaganligi sababli qaytargichlarni ham qo'yib chiqqanman. O'zingiz mana ko'rib oling, qanday qilib ishlaganimni. Screenshot ham qilib olishingiz mumkin bemalol. Yana endi buni tekshirishimiz kerak. Richagni qo'yamiz va ko'ramiz, salut o'tdi mana. Hamma joyga yaxshi ishlayapti. Mana endi bu richagning o'rniga Warden sensorini qo'yishimiz kerak. Warden sensori shunday narsaki, uning yaqiniga biron narsa yaqinlashsa darrov sezadi. U blok bo'ladimi, mob bo'ladimi, darrov sezib yaqinidagi narsani ishga tushiradi. Keyinchalik inventardan qorn parchasini olib tepaga harakat qilamiz va o'sha Warden sensoriga qaratib qorni otamiz. Mana. Bu yerga ko'rganingizdek hamma narsa yaxshi ishlayapti. Ana endi pastga tushib, tunni kunga, kunni tunga o'zgartiradigan komanda yozishimiz kerak. Buning uchun komanda blokini qo'yib, ichiga timeset day ni yozamiz. Bu vaqtni kunga o'zgartiruvchi. Endi o'tirgan holda unga richaq qo'yamiz, turgan holda unga qo'yib bo'lmaydi. Yoniga yana bitta qo'yib, uning ichiga timeset night, ya'ni vaqtni tunga o'zgartirish kiritamiz. Bunga ham o'tirgan holda richaq qo'yamiz. Mana endi sinovdan o'tkazamiz. Tun, kun. Kun nimaga ishlamadi? Buni qarangga timesetga timedet yozibmiz. Mana set. Endi ishlash kerak. Ana ishladi.
tun, kun bo'ldi. Mana osongina dastakni bosamiz va tun bo'ladi. Mana endi tepaga uchib, qor to'pini Vardenning sensoriga qaratib otganimizda u ishga tushadi. Mana shu narsaning hamma sirlari. Menimcha siz yaxshigina tushundingiz buning sirini. Sizga yordamim tekkanidan xursandman. Yana bir narsani sizga ko'rsatay. Mana shunday qilib 4 ta zaborni qo'yib, uning ustiga esa chiroqni qo'ygandan keyin uning ustiga esa sensorni qo'yamiz. Yonlariga esa biron dekorativ blokni qo'shamiz. Keyin ko'ribsizki, ko'cha chirog'iga aylandi. Uzoqdan u o'chgan holda bo'ladi, lekin yaqinlashsangiz u yonadi. Shunday qilib o'z uyingizning atrofiga shunaqa dekorativ narsalar qo'shsangiz bo'ladi va uzoqqa borganingizda o'zidan o'zi o'chadi. Do'stlar, agar videoning shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, iltimos like bosing va yana obuna tugmasini ham bosib qo'ying. Tushunmagan narsangizni esa bemalol kommentariyaga yozib qoldiring. Keyingi videogacha ko'rishguncha